Eshikni ochgan, men senga tushuntirib beraman nima bo'lganini. Men xotinimga xiyonat qilib qo'ydim. 5 ta bolali bo'lganimda, yoshim 40 dan oshganda bir necha kundirki ayolim bilan gaplasha olmayapman. Sizlardan maslahat kerak. Voqeani boshidan aytib beraman. Hammasi ayolimning tug'ilgan kunidan boshlandi. Tug'ilgan kuniga sinfdoshlarini, dugonalarini chaqirdi va tugaganidan so'ng bir tarqashni boshlashdi. Oxirida yaqinda turmushdan ajragan bir dugonasi dardlashib ozgina qolib ketdi-da, uyga ketayotib taksi chaqiraman deganda, nima qilasiz, taksi chaqirib o'zim borib qo'yaman, qolaversa men ham taksistman dedim. Xo'p dedi. Yo'lda ketayotib 10 yildan beri ko'rishmagan sinfdoshlar ko'rishganini, maza qilib suhbatlashganini, tug'ilgan kun uchun katta rahmat aytib ketdi. Ham o'zi ham juda ham xushmuomala, xushchaqchaq ayol ekan. Va yo'l davomida agar mashina kerak bo'lib qolsa, o'zingizga aloqaga chiqsam bo'ladimi? Har xil begona mashinalarda yurgandan ko'ra deb qoldi. Mayli dedim, telefon raqamimni yozib qoldi. Shundan keyin 2-3 marta mashina kerak bo'lganda chaqirdi, manziliga olib borib qo'ydim va keyingi safargisida soat ancha kech bo'lib qolganda yana o'sha ayol chaqirdi. Borganimda, hozir mana chiqyapman, iltimos mana bu narsani ko'tarishib qo'ying dedi. Aslida ko'tarishib yuboradigan narsa yo'q ekan, bahona qilib chaqirgan ekan. Menga qarab, men sizni bu safar taksi sifatida chaqirganim yo'q, men sizni erkak sifatida chaqirdim. Qaysi ma'noda aytyapsiz? Nimani ko'tarish kerak desam, hech narsani ko'tarish kerak emas, men sizni yoqtirib qoldim. Yana odatdagidek hazillashyapti, hazilkash qiz degan, hazillashmang, ketadigan bo'lsa ketaylik desam, qo'limdan qattiq mahkam ushladida. Hazillashayotganim yo'q, jiddiy aytyapman. O'zi erkakmisiz? dedi. Gapim menga og'ir botib ketdi va o'sha ish bo'ldi. Eng qizig'i 2-3 kundan keyin ana shu dugonasining o'zi ayolimga suhbatlashganimizni, skrinshotlarini, gaplashganlarimizni ayolimga tashlab bergan telefoniga. Hozir ayolim bir necha kundan beri xonaga qamalib olgan. Men bilan gaplashishni umuman istamaydi. Gapimni umuman eshitmayapti. Shuning uchun sizlardan maslahat so'ramoqchiman. Men ayolimga aytyapman. Hozir avgust oyi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa mart oyida. Sen ko'rgan hamma narsa aslida seni tushingda sodir bo'lgan. Bu narsalar bo'lmagan hayotda desam, nima bo'pti shunda sodir bo'lgan bo'lsa, deyapti. Endi aytinglarchi. Shunda ham men aybdormanmi? Shunda ham men undan kechirim so'rashim kerak.